qilishdi. Demak, hammalaringni xavotirga solib qo'ygan o'sha 3 taraflama shartnomamizda 4.2.3 bandiga o'zgartirish kiritildi. Ya'ni siz oldin bu yerda ko'rsatilgan asossiz ravishda vakolatxonani bilan kelishmagan holatda ish almashtiradigan bo'lsa, o'sha jarimaga tushish holatlari bo'lgan, shu joy to'liq olib tashlanganligini shu joyda hammalaringga e'lon qilishdi. Agar tushunarsizroq bo'lgan bo'lsa, yana bir takrorlab aytyapman. Lekin sizlarga iltimos ukalar, bu narsani olib tashlanishligi, bu sizlarda biz monitoring qilib turishimiz kerak. Ya'ni siz nima uchun almashtiryapsiz? Ish almashtirayotgan odam har xil bo'ladi-da. Yaqinda bir yigitimiz nima bo'lib qoldi? Grija bo'lib qoldi-da. Men grija bo'lib qoldim, shu ishni ishlab bo'ldim desa, ish beruvchisi endi bu yerda emas, boshqa joyda. Ish beruvchisi bor ket degan, senga bir taraflama отказ berib o'tganda, sen borgin, menga ruxsat beraman deb отказ berib o'ryapti. Hali bola, aka men belim og'riyapti, bizga aloqaga chiqyapti.